Toshkentdagi eng mashhur uголок tabaqasini endi uy sharoitida bemalol siz ham tayyorlay olasiz. Sizga kichkinagina tovuq, ya'ni jo'jacha kerak bo'ladi. 4 ta jo'jachani xuddi videoda ko'rsatilgandek avval tirnoqlaridan yaxshilab tozalab olamiz. O'rtasidan bo'lib, ortiqcha joylaridan tozalab, yaxshilab yuvib tashlaymiz. Orqa oldilari top-toza qilib yuvilgan jo'jani har bir joyiga ayamasdan tuz sepib chiqamiz va 10-15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Jo'jachalar marinovka bo'lib turgunlaricha tovani qizdirib, ichiga yog' solamiz. Qizigan yog'ga jo'jani solib, qopqog'ini yopib, qip-qizil bo'lguncha qovurib olamiz. Qizargach, ikkinchi tarafini ham og'darib, yana dimlab qo'yamiz. Har bir tarafi 10-15 daqiqada qip-qizil bo'lib tayyor bo'ladi. Alohida idishga chesnok suvini solib aralashtiramiz va tayyor bo'lgan tovuqlarni ustiga ayamasdan surib chiqamiz. Qovurilgan jo'jalarni ustiga chesnokli massadan ayamasdan solamiz. Qizib turgan qozonga tayyor bo'lgan jo'jalarni solib, oralariga sariyog' qo'yamiz va ozginagina suv solib, yana 20-25 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Jo'jalar pishguncha endi sousini tayyorlab olsak ham bo'ladi. Sousi uchun qaynab sovigan suv, shakar, tuz, chesnok, tomatli pastani solib yaxshilab aralashtirib, limon suvi va ukropni maydalab to'g'rab solamiz. Sous tayyor. Bu sousni xohlagan taom bilan tortsangiz bo'ladi. 20 daqiqada og'izda eriydigan bo'lib, jo'jalar ham tayyor bo'ladi. Like bosib, uголок tabaqasini yaxshi ko'radigan yaqiningizga videoni yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.